Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar. Bugun barchamiz uchun bayramona kun. Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlarida tarixiy natija ko'rsatib, butun jahon sport muxlislari e'tirofiga sazovor bo'lgan O'zbekiston Olimpiya delegatsiyasi a'zolarini tantanali kutib olish jarayonida barchangizni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz azizlar. Hurmatli xonimlar va janoblar, diqqat qiling. Marosim avvalida harbiy orkestr va muxlislar klubi tomonidan O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Olimpiadasi O'zbek sport tarixiga oltin harflar bilan yozildi. Bunga albatta osonlikcha erishilgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan yurtimizda sportni rivojlantirish, yosh istedodli sportchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, Olimpiadaga munosib tayyorgarlik ko'rish, sportdagi sharoitlarni yangi bosqichga olib chiqish borasida ulkan ishlar amalga oshirildi. Buning natijasida yangi O'zbekistonda chempion sportchilarning oltin avlodi yetishib chiqdi va butun jahon sport jamoatchiligining e'tirofiga sazovor bo'ldi. So'z O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Kamalovna Narbayevaga. Assalomu alaykum aziz farzandlarimiz, sportchilarimiz, hurmatli murabbiylar, bizning aziz sportchi farzandlarimizning qadrli ota-onalari, hammalaringiz O'zbekistonga, ayniqsa bizning bolalarimiz O'zbekistonga xush kelibsiz. Yaqindagina 2-iyul kuni biz sizlarni juda ham chiroyli niyatlar bilan, juda ham chiroyli bir tilaklar bilan, duolar bilan hammalaringizni Parijda bo'lib o'tgan mana Olimpiya o'yinlariga sizlarni kuzatgan edik. Mana bugun sizlar o'sha yerda bergan so'zlaringiz, va'dalaringiz, tilaklaringizni ro'yobga chiqarib katta g'alabalar bilan O'zbekistonimizga, jonajon yurtimizga qaytib keldingiz. O'zbekiston qanchalik qudratli davlat bo'layotganligini yana bir bora hammaga namoyish qildingiz. Hozirgina boshlovchilarimiz aytib o'tishdi, 208 ta davlat ichida 13-o'rinni olish o'zi bo'lmaydi. Ayrimlaringiz 2 karradan Olimpiya chempionlari bo'ldingiz. Ayniqsa chempionlarning ichida qizlarimiz Svetlana, Diyoraxon shunday shohsupan tepalariga chiqqanda O'zbekistonda prezidentimiz tomonidan qizlarga berayotgan e'tibor, qizlarimiz nimalarga qodir ekanligini butun yurt qizlariga ko'rsatib qo'yishdi. Aziz mehmonlar, so'z O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Nigmatovich Aripovga. Assalomu alaykum, g'olib, muzaffar sportchilarimiz. Albatta, hozir mana Tanzila Kamalovna aytib o'tganlaridek, bu galgi Olimpiadada bizni O'zbekistonlik sportchilarimiz misli ko'rilmagan g'alaba bilan qaytishdi. 8 ta oltin medal, 2 ta kumush, 3 ta bronza medalini
O'zbekiston yurtiga olib kelingani, bugar agar tilla medallarning hammasini nima qiladigan bo'lsak, oxirgi 3 ta, bundan oldingi 3 ta olimpiadada ham shuncha tilla medal olinmagan. Agar oxirgi Tokio bilan Parij orasidagi siklni agar tahlil qiladigan bo'lsak, O'zbekiston diyori o'zi ochiq aytadigan bo'lsak, bu sport mamlakatiga aylanib ketdi. Chunki mana shu 4 yil ichida O'zbekistonda og'ir atletika bo'yicha jahon chempionati, dzyudo bo'yicha jahon chempionati va 2023-yili nima bo'yicha? Boks bo'yicha jahon chempionati O'zbekistonda Toshkentda bo'lgani, albatta bu hozirgi hamma medallarda o'zini aksini ham, o'zini natijasini ham ko'rsatib turibdi. 8 yil ichida O'zbekistonda mana birdaniga 3 ta 2 marta olimpiada chempionlari chiqqani, bu ham o'sha boyiga aytayotgan hamma gaplarimni tasdig'imi yo'qmi? Albatta hozir aytilgandek bir xil sportchilarimizda har xil sabablarga ko'ra oxirigacha o'sha medallarni sohibi bo'la olishmadi. Bunga o'tgan gal ham aytib o'tgandik, har xil o'sha bu hakamlikdagi bo'lgan noaniqliklar, boshqa sabablar bo'lishi mumkin va eng yomoni bu gal bizani men o'ylaymanki, umuman xalqimizga ham yoqmagan narsa bu erkak bolalarni, ayollarni kiyimini kiyib chiqqani bo'ldi. Bu umuman hech qanaqasiga qabul qilib bo'lmaydigan nima bilan, lekin shunda ham bizani Sitoraxon qizimiz o'sha boyiga Tayvanmi, Taypeymidan kelgan o'sha erkak yigit bilan oxirigacha qo'rqmasdan tushib nima qildi. Shuning uchun bu ham hozir mana Diyoraxonni chempion bo'lganlarni, Sitlanani kumush medali bo'lgani va Sitoraxonni mana shunday qo'rqmasdan kurashgani, men o'ylaymanki, bizani boy Tanzila Kamalning aytganlaridek, qizlarimizdan ham hech yigitlarimizdan qolishmaydigan mardligi, ularning jo'shqinligidan va ularning haqiqiy liderligidan darak, to'g'rimi? Bundan ham yaxshi natijalarga erishamiz degan niyat bilan chin ko'ngildan tabriklayman sizlarni. Xush kelibsizlar. Katta rahmat. Sizga yaxshi ma'lumki, ushbu olimpiadada 3 ta sportchimiz 2 karra olimpiya chempioni degan yuksak unvonga sazovor bo'ldi. Ulardan biri boks bo'yicha Osiyo chempioni, jahon chempioni, 2 karra olimpiya chempioni, eng yengil vazn toifasida katta bokschimiz Hasanboy Do'smatovni taklif etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlarni barchangizni tarixiy g'alaba bilan tabriklayman. Bu albatta o'z-o'zidan bo'lgan yo'q. Yurtboshimiz tomonidan mana sportimizga qancha e'tibor bo'lyapti. Shuni hisobidan deb o'ylayman. Biz sportchilar nomidan shu prezidentimizga kattakon rahmat aytamiz. Biz bu bilan to'xtab qolmaymiz. Xudo xolasa yanada yurtimizni dunyoga tanitib, bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz. Rahmat. Azizlar, Azizlar, guvohi bo'lganingizdek, Parij olimpiadasida yurtimizda ayollar sportiga yuqori darajada e'tibor qaratilayotganligi yana bir bora namoyish etildi. Ayollar o'rtasidagi dastlabki oltin medalni delegatsiyamiz hisobiga dzyudochi qizimiz Diyora Keldiyorova olib keldi. Fantastik natija ko'rsatgan chempion singlimizni olqishlaringiz sadosi ostida davramizga taklif etsak. Assalomu
alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli xalqimiz. Juda ham katta rahmat aytaman bizning g'alabamizni. Shunaqa kutib olganlaringiz bizga juda ham katta motivatsiya berdi. Yurtimizda nafaqat yoshlarga, balki ayol sportchilarga juda ham katta e'tibor yaratilgan. Prezidentimizning bizga qizim deb ishonchlari mana shu bugungi oltinimni mevasi bo'ldi. O'ylaymanki, prezidentimizning ishonchini yana ham oqlab, akalarimiz singari 2 karra Olimpiada chempioni bo'laman. Rahmat. Har bir sportchining ortida ularga ishonch bildirgan, borini berib ulg'aytirgan mehribon ota-onasi turadi. Bu yutuqlar albatta ota-onalarning mehnati samarasidir. Bugun barcha chempionlarning ota-onalari shu yerga yig'ilgan va ularning nomidan o'z fikrlarini bildirish uchun sahnaga 2 karra Olimpiya o'yinlari chempioni Bahodir Jalolovning onalari Sabohat Yakubovani taklif etamiz. Assalomu alaykum. Shu yerda yig'ilgan ota-onalar, opa-singillar, aka-ukalar, mana sportchilarimiz, xush kelibsizlar sportchilar. Medallarni, shodasini olib O'zbekistonga yorug' yuz bilan qaytdilaring. Hammalaringizni tabriklayman. Shunday farzandlarimiz borligidan hamma ota-onalar bizlar faxrlanamiz. Xudo xolasa yana olimpiadalarda bunaqa medallarni ko'pini olib kelasizlar degan umiddamiz. Mana Bahodirjonni mana jangini ko'rib juda ham hayajonda o'tirdim. O'g'lim 2 karra Olimpiya chempioni bo'ldi. Medallarni soni yana bittaga ortdi. Medallarning safiga yana bitta Olimpiya o'yinlari medalini qo'shib qo'ydi. Bundan juda ham xursandman. Buni zamirida yurtboshimizni, yangi O'zbekistonni biz bu sportchilarga qilayotgan sharoitlari tufayli ularga shu sportchilarimizni shu darajaga yetishda birinchi o'rinda yurtboshimizning hissalari bor deb ayta olaman. Chunki bularga mana shu nimaiki kerak bo'lsa hammasini mana shu Parij Olimpiadasida yetkazib berdilar. Yonlarida dalda bo'lib yurtboshimiz hammani qo'llab-quvvatlab telefonda gaplashdilar. Men bundan juda ham xursandman. O'g'limni qahramon o'g'lim deganlarda